Assalomu alaykum Muzrabot tumanining xalqi. Men sizlarga murojaat bilan chiqmoqdaman. Yaqin kunlarda o'tkazilayotgan so'nggi qo'ng'iroq 24-mayimizni xush kayfiyatda boshlab, xush kayfiyatda tugatib, o'sha kunlarida voyaga yetmagan bolalar transport vositasini boshqarish uchun retlar, ko'ngil ochar joylarda, kafelarda, har xil diskotekalarda bo'lishini oldini olish maqsadida men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Bizning tumanimizda, qolaversa viloyatimizda, viloyat miqyoslarida yo'l transport hodisamizni voyaga yetmaganlar bilan piyoda hamda tajribaga ega bo'lmasdan transport vositasini boshqarish bilan yo'l transport hodisasi oshib ketmoqda. O'shaning uchun sizlardan ham iltimos, ham talab ota-onalarga va o'qituvchi murabbiylar transport vositasini voyaga yetmaganlarni harakatlantirishda yoki bo'lmasa transport vositalarini bayroqlar chiqarib, har xil o'yin kulgu, o'yin qaroqlar, ishlar bilan va hokazolar bilan harakatlanishiga qat'iy rioya qilib, uni oldini, yo'l transport hodisasini oldini olish maqsadida o'z hissamizni qo'shaylik. Hurmatli ota-onalar hamda murabbiylar, ushbu so'nggi qo'ng'irog'imizni chiroyli, tantanali ravishda o'tish uchun o'z hissamizni qo'shish maqsadida men sizlarga murojaat qilmoqchiman. Men Muzrabot tuman Ichki ishlar bo'limi jamoat harakat xavfsizligi, yo'l harakat xavfsizligi guruh katta inspektori kapitan Begzod Yo'ldoshev bo'laman. Ushbu qilingan murojaatlarni ijobiy, ma'naviy, ma'rifiy o'tkazilgan tantanalarni xush kayfiyatda o'tkazish uchun sizlardan men iltimos ham talab qilib qolaman. O'shalarga o'zlaringizning hissalaringizni qo'shishlaringizni so'rab qolaman.